Qadr surasi Makka da nozil qilingan 5 oyatdan iborat. Qadr so'zining turlicha ma'nolari bor. Jumladan qadr qimmat, o'lchov, miqdor. Bu yerda bularning har biri to'g'ri kelaveradi. Zero bu kechaning qadr qimmati 1000 oydan ulug'ligi va bu kechada 1 yillik ishlar o'lchanib, rejalashtirilishi bunga dalildir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Albatta biz uni, Qur'onni Lavhul Mahfuzdan birinchi osmonga Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanini sizga ne ham anglatur. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. U kechada farishtalar va ruh Jabroil Parvardigorlarining izni bilan yil davomida qilinadigan barcha ishlar rejasi bilan osmondan yerga tusharlar. U kecha to tong otgunicha salomatlik